Siz germanskiy akkaunt ochdingiz. Boshda 5 kun, 10 kun, 15 kun sizning videolaringiz umuman prosmotr olmayapti. 200 ta, 300 tadan o'tmayapti. Bu nimani hisobiga? Bu narsa haqida aniq informatsiya aytaman. Buning hisobi nima? Sizni birinchi qo'ygan videolaringiz 10 kun, 15 kungacha faqat Germaniyani o'zining regioniga ko'rsatadi. Shtobi Germaniyani o'zining akkauntiga misol ochganingiz uchun Germaniyani o'ziga ko'rsatadi. Lekin u yerdagi insonlar tushunmagandan keyin, misol uchun men o'zbek tilida gapiryapman, sekin oradan 15 kun, 20 kun o'tar, sekin o'zbeklarga ko'rsatib boshlaydi. O'shaning uchun yangi TikTok ochganlar srazu ko'tarilib ketishga urinmang. Bunaqa holatlar kamdan kam bo'ladi. Siz chet el akkauntni ochadigan bo'lsangiz, birinchi baribir o'zini regioniga ko'rsatadi. Koreyskiy akkaunt ochgan taqdiringizda ham birinchi Koreyani o'zini regioniga ko'rsatadi videolaringizni. Keyin o'zbek tilini misol ular tushunmagani uchun sekin o'zbekchaga yo'naltirib, sekin o'zbeklarga ko'rsatib boshlaydi videolaringizni. Bundan qiziq ma'lumotlar bizda bo'ladi. Like, podpiska bosib, do'stlarimizga yuborib qo'yamiz. Omad hammaga.